Assalomu alaykum aka ukalar do'stlar. Bugun 17-yanvar. Shashlik tayyorlaymiz. Yangi yilda shashlik qilamiz. Shu bilan mana muzlab qolgan muzlarni oldik. Mangalimizni kuzatishda davom eting. Hozir ajoyib shashlik pishiramiz. Mana do'stlar, ko'mirimizni ham joylab oldik. Endi bunga o'tin yoqib yotmayman. Mana shu gazdan foydalanib tez bitadi, ya'ni cho'qimiz tezroq tayyor bo'ladi. Ya'ni mangalni yarmiga ko'p ham ko'mir kerak emas, shu yarmi yetadi. O'zi go'shtimiz ham 2 kilocha go'sht. Mana shuni tayyorlaymiz hozir. Demak do'stlar, go'shtimizni qo'yishni boshlaymiz. Alovimiz ham deyarli tayyor. Mana boshladik. Ana shunday tez aylantirib turmasak, go'shtimiz kuyishi mumkin. Shuning uchun tez aylantirib pishirib olamiz go'shtimizni. Iloji boricha kuydirmaslikka harakat qilamiz. Mana do'stlar, shashligimiz ham deyarli tayyor bo'lib qoldi. Endi mana shunaqa musofirchilikda, begona yurtda o'zimizni xursand qilmasak, birov bizni deb xursand qilmaydi. Sizlardan esa bitta like va kommentariya, eng asosiysi kanalimizni eng qo'llab-quvvatlaydigan narsa bu obuna bo'lish. Obuna bo'lib qolasizlar degan umiddamiz. Barchalaringizga rahmat. Mana shashligimiz tayyor bo'ldi. Shashligimizni demak ko'p ham kuydirmasligi uchun tez aylantirib oldik. Qo'llab-quvvatlayingizlar kanalimizni do'stlarim. Barchalaringizga sog'lik, sog' bo'lingizlar. Omad musofirlar.